Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı, Hasana Xalqara Fondi Cemiyeti və Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliğinin ortaq sahibxanlığında bu yıl 11-ci ayda ötküzüldüyən 2022-ci yıllık Brüssel Uyğur Munbiri namlıq zor köləmlik xalqaralıq muhakimə yığınının tayarlıq xizmətləri axırqı basqışqa qədəm qoydu. Uyğur irqi qırğınçılığını qandaq qılıb tosub qilish məsəlesi asas müzakirə temiz qılındığan məzkur yığın hazır qədər Uyğur məsəlesi haqqında çət eldə ötküzülgən kölümü ən zor xalqaralıq ilmi muhakimə yığını bo'lib qalğısı. 2022-ci yıllık Brüssel Uyğur Munbiri Tayarlıq Komitetinin bildirişçe, bu yıl 11-ci ayının 9-cu gündən 10-cu günügəçə Belgiyanın paytaxtı Brüsseldə ötküzüldüyən və içiliş murasimi Avropa Parlamentində ilib berildiğən məzkur yığınğı parlament əzaları, hökumət xadimləri, siyasi ərbablar, xalqaralıq dağlıq advokatlar və qanunshunoslar, diplomatlar, Uyğurlar məsələsini tədqiq qılıyotqan chet ellik alim və mutaxassislər, xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının vəkilləri, hər qaysı dinlərə mənsub dini cəmiyyət və qruplarının vəkilləri, dünyanın hər qaysı əllərdə fəaliyyət ilib beriyotqan Uyğur təşkilatlarının asaslıq məsullarından olub 250 nəfərə yaxın zat təklif qılındı. Ularning mutlaq köp qismi chet ellik alim və tədqiqatçılardan ibarət. Umuman növbətdə Şərq Türkistan və Uyğurlar məsələsi bo'yicha tədqiqat ilib beriyotqan tədqiqat mərkəzləri, universitet və institutlarning vəkilləri və chet ellik mutaxassislarning hammasi degidek 2022-ci yıllık Brüssel Uyğur Munbiriga toplanıb Uyğur məsələsi bo'yicha keng doirada muhokama ilib boradi. Uyğurlarning taqdiriga munosabatli zo'r masalalar və Uyğur irqi qirg'inchiligini to'sib qilishning konkret tadbirlari muzokara qilinadigan mazkur xalqarалық muhokama yig'inining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Yevropa parlamentidagi ba'zi siyosiy guruhlar, Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti, Dünya xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Xalqarалық kishilik huquq jamiyati, CCGO Reni Kassin fondi jamiyati qatorliq organlar mazkur yig'inning tayyorlik xizmatlariga yaqindan moslashib kelmoqda. Undan boshqa yana 2022 yillik Brüssel Uyğur Munbiri yig'iniga ulapla Brüsselda Dünya Uyğur Qurultayı ijroiya komitetining yillik yig'ini chaqiriladi va 7-ci navbatlik Dünya Uyğur Qurultayının o'tgan 1 yillik xizmatlar xulos qilinish bilan birga Qurultayning bundan keyingi plan programmalari haqida muzokara elib berildi. 11-ci ayning 11-ci günü Dünya Uyğur Qurultayı, Uyğur Akademiyasi və Belgiya Uyğur Cemiyetining birlikdə uyushtirish bilan Brüsselda Şərq Türkistan Cumhuriyet günimizni xotirlash murosimi o'tkaziladi. Cumhuriyet günimizni xotirlash faoliyatiga Belgiyadagi qarindoshlarımızdan boshqa yana Belgiyaga qo'shni bo'lgan ellardagi qarindoshlarimiz kelib qatnashsa bo'ladi. Uyghur, Tibet, Hong Kong, Tayvan və həm xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının birlikdə uyuşturuşı bilan 20 və 21 oktyabr günləri Londonda çağırılğan Xitay kişilik hüquq munbiri namlı xalqaralıq muhakimə yığınında Uyğur irqi qırğınçılığını qandaq tosub qilish məsələsi yığınның asaslı muzakirə temalarının biri boldu. Mətbuatlarga yepib qaldı çağırılğan bu qıtımqı muhakimə yığınıga Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa və Qurultay London işxanasının direktori Rəyimə Mahmud xanım bevosita qatnashib doklad taqdim qildi. 16 oktyabr Beyjingda başlanğan və 22 oktyabr axırlaşdığan Xitay Kompartiyasının 20-ci növbətlik vəkillər qurultayı münasibəti bilan ötküzülgən bu qıtımqı muhakimə yığında 3-cü qıtım taxtga chiqish aldida turgan Xi Jinpingning bundan keyin yurgizilgan umum siyosati, bo'libmi Şərq Türkistan, Tibet, Hong Kong və Tayvan siyosati haqida analiz elib berildi. Yığınning tunji kuni kishilik huquq tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishning zarurligi va kishilik huquq tashkilotlari duch kelayotgan besim va qiyinchiliklar degan temada doklad bergan Rəyimə Mahmud xanım Xitoyning Şərq Türkistan xalqiga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, Tibet, Mongol va Hong Kong xalqlariga yurgizayotgan besim va zulm siyosatini, shundaqla Tayvan xalqiga qartib kelgan tahdidlarni to'sib qilish uchun xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining Xitoy hokimiyatiga qarshi xalqaro sahnalarda o'rtaq harakat elib berishning to'limi zarur ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Yig'inning 2-ci kuni, ya'ni 21 oktyabr kuni BDTning qurilmasi va Xitoyning BDTdagi zo'ravonligi, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan ziyonkashliklari degan temada doklad bergan Dünya Uyğur Qurultayının raisi Dolqun Eysa apandim Xitoyning iqtisodiy kuchini ishqa silib BDTning har qaysi organlariga singib kirib BDTning nizomnomasi va prinsiplarga tamoman xilof holda harakat qilib kelganligini va irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Şərq Türkistan xalqining ovozini bo'g'ishqa, saxta paketlar va shohidlar orqali o'zining Şərq Türkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlash va yo'shirishga urinib kelganligini, shunga xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining Xitoyning abdi bashirisini echib tashlash va kishilik huquq masalasida texmi ko'p davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirish uchun BDT va xalqaro siyosiy sahnalardagi faoliyatlarni yanada jonlantirishi lozimligini ifoda qildi. Dolqun Eysa apandim dokladida yana Xitoy
Xitayning Uyg'urlar qaratgan chegara halqan ziyonkashliklar haqida amaliy misollar orqali ma'lumot berdi. 20 oktyabr kuni Angliyadagi bir haftalik xizmat ziyoratini boshlagan Dolqin Ayso apandim bu jarayonda Angliya parlamentining ba'zi a'zolari bilan Londondagi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va har qaysi diniy jamiyatlarning mas'ullari bilan shundaqla Angliyada yashayotgan Uyg'ur jamoat bilan keng doirada uchrashish ilib bordi. Angliya hukumatining Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklamay, Angliyaning aloqador qonunlariga xiloflik qilganligi munosabati bilan 25 va 26 oktyabr kunlari London yuqori sudi tarafidan o'tkazilgan guvohlik yig'iniga arzdorlik salohiyati bilan qatnashdi. Bu arizni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Angliyadagi Yer shari qonun harakati to'g'ri nomli tashkilot birlashib sungan bo'lib, arzdorlar Angliya hukumatining Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik paxta mahsulotlarini cheklamay, bu mahsulotlarning davomli Angliya bozoriga kirishiga yo'l qo'yish bilan ayblagan edi. Uyg'ur musofirlarini Kanadaga elib kelib yerlashtirish qonun loyihasi 26 oktyabr kuni Kanada parlamentida rasmiy muzokaraga qo'yildi. Bu munosabat bilan Kanada Sharq Turkiston jamiyati, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash jamiyati va Kanada Uyg'ur akademiyasi qatorliq o'rinlar birlikda chaqiriqnoma e'lon qilib, Kanadaning har qaysi joylarida yashayotgan qarindoshlarimizni 26 oktyabr Kanada vaqti tushdan keyin soat 4 poytaxt Ottavadagi Kanada parlament binosi oldiga kelib to'planishga va bu orqali 10 ming Uyg'urni Kanadaga yo'tkab kelib yerlashtirish haqida taklif bergan va bu loyihani qo'llagan parlament a'zolariga madad berishga chaqirdi. Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti bilan Kanada Sharq Turkiston jamiyati Kanadaga 10 ming Uyg'ur ko'chmani yo'tkab kelish qadamini teziltishni qo'lga keltirish maqsadida hukumat va parlamentda bir qator lobby faoliyatlarini boshlatgan. Bu jarayonda Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandim bu faoliyat jarayonida Kanada Moliya ministri Rachel Bandayan, ommaviy bexatarlik ministri Marco Mendicino, Liberal Demokrat partiyasining lideri Jagmeet Singh, parlament a'zosi Samir Zubayri, senator Leo Hausakos qatorliq muhim siyosiy arboblar bilan ayrim holda uchrashish ilib berib, Kanadaga 10 ming Uyg'ur ko'chmani yo'tkash xizmatini 2023 yili amalga oshirishni talab qilgan. Yana shundaqli Kanada Sharq Turkiston jamiyatining yangi raisi Shavkat Imom va bu jamiyatning hay'at a'zosi Farhod Zununlar Kanada parlamentining a'zosi Salman Zoid xonim bilan va boshqa parlament a'zolari bilan yuqorqi maqsad uchrashish ilib borgan edi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonga irqiy qirg'inchilik qilmishlari tashqi dunyoga ko'plab ma'lum bo'lgan hamda xalqaroda buningga qarshi kuchli tanqid sadolari o'ttirg'i chiqqandan keyin Xitoy hukumati tezdan buning qarshi choralarni ko'rishga boshlagan edi. Buningdagi tipik bo'lgan ta'tir tashviqot harakatlarining biri dunyo miqyosida ko'rilish nisbati eng yuqori bo'lgan, ammo Xitoyda to'liq ma'ni qilingan YouTube kanalida Uyg'urlarning atalmish baxtiyor hayoti va Sharq Turkistonga inoq jamiyat tashviq qilingan g'oyat zo'r sondagi media filmlarining paydo bo'lishida aks etdi. 20 oktyabr kuni Avstraliya strategik siyosat instituti tayyorlab chiqqan bu vaqtdagi zo'r hajmlik doklad e'lon qilinib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar haqidagi tashviqot urushda qanday vositalarni qo'llanganligi, buningga xalqaroga bo'lgan ta'siri hamda ijtimoiy taratqularni jangoh qilgan bu tashviqot urushining xalqaroda ming yuyishni qanday amalga oshirilganligi tafsili bayon qilindi. Dokladda ko'rsatilishicha, Xi Jinping rahbarlik qilayotgan Xitoy hukumati bir yoqdan Sharq Turkiston, Tibet va Ishki Mongol qatorliq joylardagi zulmni kuchaytsa, yana bir yoqdan bu zulmning mavjudligini qat'iy inkor qilish mavqesini qo'llangan. Tashqi dunyoning bu vaqtdagi ayblashlari va tanqidlarga nisbatan g'oyat zo'r sonda tashviqot film tayyorlab, bu joylardagi jumladan irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan Sharq Turkistondagi hayotning naqadar go'zal va orombaxsh ekanligini tashviq qilgan. Bu xildagi filmlarda Uyg'ur artistlar o'tirg'i chiqib, Shinjonda hayot tinchlik va osoyishlik ichida davom qilyotdi. Bu joyda qirg'inchilik bo'lyotdi, majbur emgak davom qilyotdi deganlar uchiga chiqqan yolg'onchilar degandek so'zlarni qilgan. Yana ba'zilarda chet ellik sayohatchilar siyoqida o'tirg'i chiqqanlar bu joyda hech qanday salbiy hodisalarni ko'rmaganligini ta'kidlagan. Xalqaroda sifirli qurilish sohasida ko'z ko'ringan mutaxassislardan Kendrick Chan bu haqda so'z qilib, bu kishilarning qanday kontrolliq yoki qanday tahdidlar ostida bu filmlarni ishlaganligini ehtimol biz mangu bilolmasligimiz mumkin degan. Dokladda yana alohida qilib YouTube kanalining bu xildagi siyosiy tashviqotlarga so'rin bo'lib bermasligi alohida tavsiyalar qatorida o'ttirg'i qo'yilgan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.